Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda 10-testning tahlili bilan tanishamiz. Ya'ni umumiy kanalimizdagi 10-test bu foizga doir testlarning ikkinchi qismi. Demak, ikkinchi qism birinchi test. Kuzadagi qiz bola o'quvchilar soni 80 ta. 16 ta qiz o'quvchi kelsa, jami o'quvchilar soni 120 bo'ladi. Kuzadagi o'quvchilarning necha foizi o'g'il bola? Demak, kuzada qiz bola o'quvchilar soni 80 ta ekan va 16 ta yangi qiz kelib qo'shilsa, 16 ta yangi qiz kelib qo'shilsa, jami 120 o'quvchi bo'lar ekan. Bundan 16 ta qiz kelib qo'shilsa, demak oldin o'quvchilar soni 6 tasi kelmasidan oldin 104 ta edi. 104 ta o'quvchidan 80 tasi qiz, qolgani o'g'il bola, ya'ni 24 tasi o'g'il bola. 16 ta qiz qo'shildi, o'g'il bola qo'shilmadi. 120 ta bo'lib qoldi. Endi kuzadagi o'quvchilarning necha foizi o'g'il bola? Ya'ni 24 ta o'g'il bola 120 ning necha foizini tashkil qiladi? Demak, 24 taqsim 120 qaytarish 100. Bundan demak 12 ga bo'lsak bu 2, bu 12 ga bo'lsak bu 10. Demak, 10 bilan mana bu 100 qisqarsa 10, 2 bilan 10, 20% tashkil qilar ekan o'g'il bola. Demak, bunda javob C variant. Xo'sh, ikkinchi test. 80 kishilik salonning 40% erkaklar, salonga 10 ta oilaviy juftlik kelsa, salonning necha foizi ayol kishi bo'ladi? Demak, 180 kishi bor ekan, o'shaning 40%, 180 ning 40%, ya'ni 10 ta nima ekan? Erkak ekan, ya'ni 70 tasi erkak ekan. 180 dan demak 70 tasi erkak, 108 tasi ayol. Endi salonga 10 ta oilaviy juftlik keldi, ya'ni 10 ta ayol va 10 ta erkak keldi. 10 ta ayol va 10 ta erkak keldi. Salonda jami 200 kishi hosil bo'ladi. Shunda 200 kishidan demak, salonning necha foizi ayollar? Bunda 118 bo'ldimi? Erkaklar 82. Endi 118 ni bo'lamiz 200 ga, ko'paytiramiz 100 ga. Bu degani demak, bu 2 bo'ladi. 118 ni 2 ga bo'lsam 59 degan foiz degan javob chiqadi. Ya'ni salonning 59% ayol kishilar ekan. Xo'sh, 3-masala. Ali pulning 30% ni Kamolga bersa, ikkalasining puli bir-biriga teng bo'ladi. Alidagi pulning Kamoldagi pulga nisbati nechaga teng? Demak, Ali va Kamolda pullar bor. Ali pulning 30% ni, ya'ni Alidagi pul x, Kamoldagi y bo'lsin, o'zining 30% ni, ya'ni 10 dan 3 qismini, 30% 10 dan 3 qismini bu yerda kimga? Kamolga berdi. Kamolga xuddi shuncha pul qo'shiladi endi. Alidan qancha pul ketsa, Kamolga shuncha pul qo'shiladi. Demak, x ta qo'shilyapti va ikkalasining puli teng bo'lyapti. Ikkalasining puli shunda teng bo'lyapti. Endi Alidagi pulning Kamoldagi pulga nisbati qanday? Ya'ni x ning y ga nisbatini so'rayapti bizda. Mana bu teng bo'ladi. Xo'sh, buni 10 ga ko'paytirib yuborsak, ikkala tomonni 10x minus 3x teng 10y plus 3x. Bundan 7x bo'ladi. Mana bu 3x bu yoqqa o'tsa 4x teng 10y bo'ladi. Bundan y ni bu yoqqa bo'lish qilib, 4 ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsam, x taqsim y teng 10 taqsim 4 yoki 5 taqsim 2 degan javobga kelamiz. Bu bizda A javobda berilgan. Demak, bu javob A variant bo'lar ekan. Xo'sh, 4-test. Oysha idishdagi suvning 40% ni, keyin esa qolgan suvning 30% ni ichdi. Idishda 210 demak millilitr suv qoldi. Dastlab idishda necha millilitr suv bo'lgan? Demak, idishda x nima bo'lsin? Suv bo'lsin. Dastlab u Oysha idishdagi suvning 40% ni ichdi, ya'ni dastlab undan ayrildi 40%, 0.14 qismi. Keyin 0.16 qismi qoldi. 0.16 qismining ham qancha qismini ichyapti? 0.16 ning ham 30% ni ichyapti, ya'ni 10 dan 3 qismini ichyapti 0.16 ning ham. Va shunda 210 millilitr
suv qolyapti ekan bizdan. Dastlab idishda necha millilitr suv bo'ldi deyapti. Demak, 0,16 x ko'paytiramiz. Mana bu 1,8 bo'lsak, 0 butun bu yerda ayirish 0 butun 18x teng 210 degan tenglamaga kelamiz bundan. Demak, 60 ni ayirsak 42, ya'ni 42 taqsim 100x teng 210. Buni 21 taqsim 50x teng 21 ko'paytirish 10. Bundan 21 ni qisqarsa x taqsim 50 teng 10 degan tenglamaga kelsak, x ning 500 ga teng ekanini topamiz. To'g'ri javob E varianti. Xo'sh, 5-test. A soni B sonining 30% ga, B soni S sonining 20% ga teng. A soni S sonining necha foiziga teng? Demak, 3 ta son berilgan bizda. Xo'sh, A, E, S deb olaylik. Va shu 3 ta son bir-biriga quyidagi nisbatda ekan, ya'ni A soni B sonining 30% ga teng ekan. Masalan, birinchi tenglama bu yerda qanday bo'ladi? Demak, A soni B sonining 30% ga teng, ya'ni A teng B ning 30% ga. 0,10 B ga teng va B soni teng ekan S sonining 20% ga, ya'ni 0,2 ga. Endi A sonini shunda biz qandaydir bir S orqali ifodalash kerak. Mana shu yerdagi sonni topishimiz kerak demak. Xo'sh, buni topish uchun demak, A ni S orqali ifodalayman. B S orqali ifodalangan. B ning o'rniga 0,2 olib borib qo'ysam, birinchi tenglamaga demak. A teng 0,3 ko'paytirish 0,2 ko'paytirish S. Bundan A teng 0,106 S ga. Demak, 6% ga teng ekan A soni S sonining 6% ni tashkil qilar ekan. To'g'ri javob B varianti. Xo'sh, bizda demak 6-test. Xo'sh, 260 metr uzunlikdagi arqon ikkita bo'lakka ajratildi. Birinchi bo'lakning 24%, ikkinchi bo'lakning 54% ga teng. Demak, arqon x va y bo'laklarga ajratilsin. Birinchining 24%, ya'ni 0,24x teng ekan 0,54 y. Arqonning umumiy uzunligi x plus y, ya'ni ikkalasini qo'shsak 260 metr bo'lar ekan. Bo'laklardan kichigining uzunligini toping. Ya'ni bu yerdan x va y larning ichidan minimumni, ya'ni kichkinasini topamiz demak. Bundan 24x teng 54y. Demak, 3 ga bo'lsak 8x teng. Xo'sh, 8x teng, demak, buni 3 ga bo'lsak 18y mi? Xo'sh, buni ham 2 ga bo'lsak 4x teng 9y degan javobga kelamiz. Bundan x ni topsak 9 taqsim 4y ga. Endi x o'rniga 9 taqsim 4y ni olib borib qo'ysam, xo'sh, 9 taqsim 4y plus y teng 260. Bundan demak, bunga 4 dan bo'ladi. 9 ga 4 ni qo'shsam 13 taqsim 4y teng 13 ko'paytirish 20 qilsam, mana bular qisqarsa, demak, y taqsim 4 teng 20. Bundan y 80 ga teng. Endi x ni topsam 160 dan 80 ni o'laman. X teng shunda 160 ga. Demak, kattasining uzunligi 160, 160 deb uzr. Buni ayirsak 180 bo'ladi, ya'ni 180 kattasining uzunligi, kichkinasining uzunligi esa 80 ga teng. To'g'ri javob E varianti. Xo'sh, 7-test. Mana shu yig'indining 30% nechaga teng? Xo'sh, bu yig'indini topib olaylik birinchi. Demak, bu yig'indi nimaga teng? 3 ning 80 ni tashqariga chiqarsak, ichkarida 1 plus 3 ning x qoladi, ya'ni 80 ko'paytirish 10. Mana shuning 30% ni topishim kerak. Ya'ni 3 ning 80-darajasi ko'paytirish 10 ning 10 yon 3 qismini topsam, demak, mana bu yerda 1 bor, demak 81 bo'ladi. 3 ning 81-darajasiga
teng ekan bu yig'intining 30%. To'g'ri javob bizda B variant bo'ladi. Xo'sh, 8-test. Guruhdagi qiz bolalar sonining 36%, o'g'il bolalar sonining 2dan 3 qismiga teng. Guruhda 93 o'quvchi bo'lsa, shulardan nechtasi o'g'il bola? Demak, guruhda o'g'il bolalar va qiz bolalar bor. Qizlarning soni y, o'g'il bolalarning soni x bo'lsin. Demak, 3 taqsim 2x teng nimaga? 10,36 y ga teng. 36%ga teng. Umumiy hisobda 93 ta o'quvchi bor ekan. Shulardan nechtasi o'g'il bola? Bundan biz demak, nimani x ni topishimiz kerak. X nimaga teng? O'g'il bolalarning soni. Xo'sh. Ikkinchi tenglamadan demak 3 taqsim 2 x teng. Demak 9 taqsim 25 y bo'ladi. Bundan ikkala tomonni 50 ga ko'paytirsak, xo'sh, nima bo'ladi? Belgilab olay. Xo'sh. 50 ga ko'paytirsam ikkala tomonni. Xo'sh. 25. Mana bu uchlarni qisqartirib olay. Bu 1. Mana bu 3. Endi 50 ga ko'paytirsam, demak 25x teng. Demak 2 6 y bo'ladimi? 6 y ga bundan y ni topsam 6 taqsim 25 taqsim 6x bo'ladi. 25 taqsim 6y. Endi 25 taqsim 6x. Endi y o'rniga 25 taqsim 6x ni olib borib qo'yaman birinchi tenglamaga. X plus 25 taqsim 6x teng 93. Bundan mana bu 6. 6 ga 25 qo'shsak 31 x taqsim 6 teng 31 ko'paytirish 3. 31 lar ketsa x teng. Demak, 6 bu yoqqa ko'paytirish bo'lib o'tsa 18 degan javobga kelamiz. Demak, guruhga 18 ta o'g'il bola bor ekan. Xo'sh, 10%. Demak, 10% 20 bo'lgan sonning 40% nechaga teng? Birinchi demak 10% 20 bo'lgan qandaydir bir sonni topib olishimiz kerak. Bu son mana bu proporsiya orqali aniqlanadi. Bu proporsiyadan s ni topsak, sonni demak 100 ko'paytirish 10 taqsim 20. Bu 1, bu 5. Demak 50 ga teng ekan. 50 ning 40%, demak 50 ko'paytirish 0,4 teng 5 ko'paytirish 4 teng 20. Bu sonning 40% demak 20 ga teng ekan. Bizda bu javob. 10-test. 1% 10 mingdan 1 bo'lgan son nechaga teng? 1% 10 mingdan 1. 1% 10 mingdan 1 bo'lgan son nechaga teng? Xo'sh, demak 1% 10 mingdan 1 ekan. Xo'sh, 100% qancha bo'ladi? Bunday son demak son teng bu 1 bo'lsa, mana buni 100 ga ko'paytiramiz. Demak, 10 mingdan 1 ko'paytirish 100 bo'lsa, bu verblok ikki tomonga simchiydida 10,100 degan javob chiqadi. Bizda to'g'ri javob 100 dan demak 100 dan 1 tengdan 1 10 mingdan 1 ni o'zi 1% 10 mingdan 1. Menimcha shu 100 dan 1 degan javob qolib ketgan shekilli mana shu yerda. D variantda 100 dan 1 bo'lsa kerak. To'g'ri javob sababi 100 dan 1. Ya'ni 1% 10 mingdan 1 bo'lsa 100 dan 1 bo'ladi o'z-o'zidan. Bu javob bizda D. Xo'sh, 11-test. 2b teng 5 sa 10a teng 3b bo'lsa a soni s sonining necha foiziga teng? Demak, 2b teng 5 sa 10a teng 3b bo'lsa, demak a ni s orqali ifodalash kerak-da bu yerda. Mana bu yerdagi sonni topish kerak. A soni s sonining necha foiziga teng? Xo'sh, demak bu
Mana bu yerdan b ni topib olay. Birinchi tenglamadan b teng 5 taqsim 2. Endi bu b ni mana bu yerdagi 3 b ning yoniga borib qo'ydik. Demak, a teng 3 ko'paytirish 5 taqsim 2. Bundan 10 a teng 15 taqsim 2 esa, buni 5 ga qisqartsak 2 a teng 3 taqsim 2 esa, bu yerda a teng 4 dan 3 esa. Bu deganimiz a teng 0,75 ga, ya'ni 75% ga teng ekan. Bizda to'g'ri javob E varianti. 12-chi test. 80 nafar o'quvchidan 20 tasi o'g'il bola. 4 nafar o'g'il bola kelgandan keyin o'g'il bolalar foizi nechaga teng bo'ladi? Demak, 80 dan 20 tasi o'g'il bola edi va 4 ta bola keldi. 4 yangi o'quvchi ham keldi. 84 bo'ldi. O'g'il bolalar soni 20 + 4 24 bo'ldi. Endi mana bu nisbatni topamiz. Demak, 24 taqsim 84 ko'paytirish 100. Bundan xo'sh, nimatasi o'g'il bola? Xo'sh, 4 nafar o'g'il bola kelgandan keyin to'g'ri, demak 24 ni 4 ga bo'lsak 6, 84 ni 4 ga bo'lsak 21 ko'paytirish 100. Buni 3 ga bo'lsak 2, buni 3 ga bo'lsak 7 ko'paytirish 100. Demak, 200 taqsim 7. Xo'sh, bu yerda butun son chiqmay qoldi bu. Qanday bo'ladi? Bu 200 taqsim 7 bu 30 ga yaqin, lekin ichida kichkina son bo'ladi. Taqriban, demak, 2 ayiramiz 14, 6, 67 ga bo'lsak 8 dan beramiz. Taqriban 28% ga teng ekanda. Lekin 25 va 30 degan 25 eng yaqini berdi. 80 nafar o'quvchidan 20 tasi o'g'il bola, 4 nafar o'g'il bola kelgandan keyin o'g'il bolalarning foizi nechaga teng bo'ladi? Xo'sh, to'g'ri, demak, tarjimada xato ketgan bo'lishi mumkin. Bu yerda C javobini olib ketamiz. 13-chi test. Sinfda 20 ta o'g'il bola va 5 ta qiz bola bor. Sinfning necha foizi o'g'il bola? 20 ta o'g'il bola va 5 ta qiz. Jami 25 o'quvchi bor demak. Shulardan 20 tasi o'g'il bola bo'lsa, demak 20 taqsim 25 ko'paytirish 100. Bu degani bu 1 ko'p 80% lekin o'g'il bola ekan. To'g'ri javob A. Xo'sh, 14-chi test. 1200 dollarga olingan mol necha foiziga sotilsa 20% zarar bo'ladi? Demak, 1200 dan ayiramiz uning 20%, ya'ni 1200 ko'paytirish 0,10. 1200 ayiramiz 140. Bu degani 960. Ya'ni 960 dollarga sotilsa 20% zarar bo'ladi. To'g'ri javob E varianti. 15. Bir mol olingandan keyin 40% foyda bilan sotildi. Birozdan keyin narx 20% ga qimmatladi. Endi mol olingan narxidan necha foiz foyda bilan sotiladi? Demak, bir mol olingandan keyin 40% foyda bilan sotildi. Masalan, X bilan olindi va 1,4 X bilan sotildi. Birozdan keyin narx 20% ga qimmatladi. Ya'ni mana bu ham demak 1,2 ga qimmatlayapti 20% ga. Mana shuni qimmatlasa bu 1,68 X ga teng bo'ladi. Endi mol olinganidan keyin demak 68% ko'proq qimmatroq, ya'ni foyda bilan sotilyapti ekan. To'g'ri javob bunda ham E varianti. 16-chi test. 20% foyda bilan sotilgan molga 20% chegirma qilinsa, necha foiz zarar qilinadi? Demak, mol 20% foyda bilan sotilyapti, ya'ni X bilan olingan mol 1,2 X ga sotilyapti va 20% chegirma qilinsa, bu 0,8 ga ko'paytiramiz buni.
Demak, bu 0,96 bo'ladi. X da value 1 ga olingan mol, masalan, 0,96 x ga sotilsa, o'rtada 0,4, ya'ni bu 0,4% zarar bilan sotilyapti ekan. Bu javob B variant. 17-test. Molning uchdan 2 qismi 20% foyda bilan, qolgani zarar bilan sotildi. Sotuvdagi foyda yoki zarar nechaga teng? Demak, X molning 3dan 2 qismi 20% foyda bilan 1,2. Qolgan qismi 3dan 1 qismi, ya'ni 3dan 1 x 40% zarar bilan sotildi. Demak, %60. Xo'sh, %6 desak, demak, xo'sh, bundan birinchida 2/3 ko'paytirish, demak 6/5 x. Bu qisqarsa, demak nima qiladi? 6/5 bu 4/5, ya'ni 0,8 x qolarkan. Birinchidan, ikkinchidan 3dan 1 x ko'paytirish 6/10 yoki 3/5. 3 bar qisqarsa 0,2 x. Ikkalasini qo'shsak yana x o'zi chiqadi. Ya'ni hech nima o'zgarmaydi bu yerda. Foyda ham zarar ham qilinmas ekan. Hech narsa o'zgarmaydi ekan. To'g'ri javob C variant. 18-test. 80 kilogramm bo'lgan suvning 20% tuz aralashmaga necha kilogramm tuz qo'shilsa 50% bo'ladi? Demak, 80 kilogramm bo'lgan suvning 20% tuz. Demak, konsentratsiyasi 50% bo'lishi kerak. 80 kilogrammlik 20% suvga qanchadir x toza suv qo'shilsa, tuz qo'shilsa, deyapti. Ya'ni demak, tuz qo'shilsa bu boshqacha bo'ladi. Xo'sh, umumiy formulada ishlab ko'raylik. Demak, 80 kilogramm bo'lgan suvning 20% tuz, ya'ni 80 ning 20% tuz bo'lsa, demak, tuz bu 4dan 1 qismi, ya'ni 5dan 1 qismi, ya'ni 16 kilogramm tuz. Demak, qolgan bizdagi 64 kilogramm suv ekan. Endi necha kilogramm tuz qo'shilsa, u tuz miqdori 50% bo'ladi. Ya'ni 64 suv bo'lsa, umumiy 80, ya'ni umumiy 80 bo'lsa, qanchadir faqat tuz qo'shilyapti. Demak, tuz qo'shilsa, tuzning nisbati 50% bo'ladi, ya'ni yarmi tuz bo'ladi. 16 ga qandaydir bir tuz qo'shiladi x miqdorda va umumiy miqdorga bo'lganimizda umumiy miqdor nima? Umumiy miqdor 16 plus x plus 64. Ya'ni umumiy 80 ga qo'shilyapti shu 50%, ya'ni 2dan 1 ga teng bo'lishi kerak. Bundan xo'sh, 2x plus 32 teng 80 plus x ga. Bundan x teng 80 dan 32 ni ayirsam 50, 48 degan javobga kelaman ekan. Ya'ni 8 kilogramm tuz qo'shilsa, nisbati 50% bo'lgan tuz hosil bo'ladi, tuzli suv. Demak, C javob. 19. Shakari 20% bo'lgan 300 kilogramm shakarli suvga necha kilogramm suv qo'shilsa, shakar miqdori 10% bo'ladi? Ya'ni endi bu boyagi formulaga tushadi. Ya'ni 20 ko'paytirish 300 kilogramm shakarga qanchadir miqdorda suv qo'shilyapti. Demak, x emas, suv deb o'ylay, S. Bundan suvning miqdorini topishim kerak. Bundan xo'sh, mana bu o'rnlar qisqarsa javob qoladi. Demak, 300 plus suv teng 300 ko'paytirish 2 ga. Bundan suv teng 300 ko'paytirish 2 600, 600 ni 300 ni ayirsam 300 degan javob chiqadi. Ya'ni 300 xuddi shuncha shakarli, demak, xuddi shuncha toza suv qo'shishimiz kerak ekan. Xo'sh, 20-test. 600 litr suvning 20% tuz. Demak, 600 litr suvning 20% tuz. Tuz nisbati 25% ga teng bo'lishi uchun necha litr suv bug'lanishi kerak? Ya'ni qanchadir suv nima chiqib ketishi kerak? 600 litr
20%, 5dan 1. Buni ham 5 ga bo'lsak 120 litri nima ekan? Tuz ekan. Qolgan 480 litri suv ekan. Endi tuz nisbati mana bu 25% ga teng bo'lishi kerak. Shunda suv nisbati 75% bo'ladi. Ya'ni 120 25% bo'lsa, demak suv miqdori 75%, ya'ni bundan 3 baravar katta. Xo'sh, bu tuz mana bu demak suv bo'lsa 3 baravar katta bo'lsa 120 ko'paytirish uchun 360 bo'lishi kerak. Endi 480 dan qancha chiqib ketishi kerak shunda 360 ga teng bo'lishi uchun? 480 dan 360 dan ayirsak 120 litr suv buxlanishi kerak ekan. Shunda qolgan eritmadagi 25% tuz bo'ladi demak nisbatda. Xo'sh, birinchi qismni ham, ikkinchi qismni ham video tahlilini qildik demak. Yana fozga doir masalalar bo'lsa, ularni ham davom etamiz test 11 da va shuning bilan test 11 dan keyin biz navbatdagi bo'limga o'tsak bo'ladi. Ya'ni bizda keyingi bo'limimiz attestatsiyada tushgan, ya'ni aniq 24 va 25 yilda tushgan testlar tahlili bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, o'rni yaqinlaringiz bilan ulashing. Rahmat, sog' bo'ling.